Marvel tomonidan namoyish etilgan eng kuchli top 5 personajlar. 5-o'rin Celestiallar, ya'ni samoviylar. Ular oddiy mavjudot emas. Samoviylar sayyoralarga kelib hayot yaratadi, tajriba o'tkazadi va butun sivilizatsiyalar taqdirini hal qiladi. 4-o'rinda Galactus, avvalgi koinot vayron bo'lgandan keyin ham omon qolgan mavjudot. Demak, u hozirgi Marvel koinotining o'zidan ham qadimiyroq. Eng muhimi, agar Galactus to'q bo'lsa, uni to'xtatish deyarli imkonsiz. Chunki u hatto bir nechta Celestiallar bilan yakka o'zi jang qila olgan. 3-o'rinda Knal, simbiotlar qiroli sifatida Knal Marvel koinotidagi barcha simbiotlar ustidan to'liq nazoratga ega. U ularni istagan paytda yarata oladi. Uning butun bir simbiotlar armiyasi bor. 2-o'rinda Jean Greyning Phoenix kuchi, Marvel koinotidagi eng qadimiy kosmik mavjudotlardan biri. U yaratilish va vayronagarchilik kuchini o'ziga mujassam etadi. Ro'yxatimizning lideri Franklin Richards. Reed Richards va Susan Stormning o'g'li. U Marvel komikslaridagi ehtimol eng qudratli mutantlardan biri hisoblanadi. Marvel koinotida Franklin Richardsdan ham kuchli personajlar bor. Ular haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, videoga like bosing.